Toshkent viloyatidagi oilalardan birida birdaniga 4 nafar egizak farzand dunyoga keldi. Shu munosabat bilan bugun Abdullayevlar xonadonida katta shodiyona. Qizig'i, egizaklarning otasi Odiljon Abdullayev Toshkent viloyatida yo'l patrul xizmati xodimi bo'lib faoliyat olib boradi. Toshkent viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida bir necha yillardan beri faoliyat olib borayotgan Odiljon Abdullayev kuni kecha 4 nafar farzandning otasi bo'ldi. 4 nafar farzandning otasi bo'lganimni eshitib, xursandchiligim ichimga sig'madi, deydi chaqaloqlarning otasi. Buni to'g'risini aytganda, xursandchilik juda katta bo'lyapti. Hammaga rahmat deyman, shu doktorlarimizga, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham mana yozib, tabriklab, samimiy tilaklarini bildirishyapti. Hammaga rahmat deyman. 4 nafar farzandlik bo'lishimizni bilganmiz. Lekin ularning ikkisi o'g'il, ikkisi qizligini bilmaganmiz, deydi Odiljon Abdullayev. To'rtaligini bilganman. Unda ham boshim osmonga yetgan. Tug'ilgandan keyin shu boshqacha bo'lar ekansiz-da. To'g'risi. 2 o'g'il, 2 qiz ko'rdim. Xuddi zakas qilgandek demoqchiman. To'g'risi. Odiljon Abdullayev oila a'zolari bilan kelishgan holda 4 nafar chaqaloqqa chiroyli ismlar tanlashdi. Farzandlarimning ismini Yusuf, Yunus, Sadiya, Samiya deb qo'ydim. Niyat qilgan edim. Niyatimga yetdim. Hozirgi paytda farzandlaringizning ahvoli qanaqa darajada? A'lo darajada. Allohimga behisob shukr. Farzandlarim ham yaxshi, onasi ham yaxshi. Hozirda shifokorlar nazoratida, reanimatsion bo'limida alohida qattiq nazoratga olishgan. Bolalarning holati ham, onasining holati ham yaxshi.